Navoiy viloyatida shoir Odil Xotam tavalludining 75 yilligi munosabati bilan foto ko'rgazma tashkil etildi. Uning ochilishida ishtirok etgan muxbirimiz navbatdagi lavhamizda o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashadi. Navoiy shahridagi san'at galereyasi devorlaridan bugun mana shu kabi 50 ta rangli va oq-qora fotosuratlar o'rin oldi. Ularning har biri el suygan atoqli shoir karmanalik Odil Xotamning hayoti va faoliyatidan so'zlab beradi. Mazkur fotoko'rgazma asoschisi va tashkilotchisi O'zbekiston Badiiy akademiyasi rassomlar uyushmasi a'zosi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Abdug'ani Juma hisoblanadi. Ijodkor butun umrini yurtini sharaflashga mehr-oqibat, samimiy do'stlik, insonparvarlik tuyg'ularini o'z ijodi bilan o'quvchi qalbiga singdirishga bag'ishlagan. Uning har bir yozganlaridan hayotiy dars ko'rgan, kechirganlaridan ibrat olsa arzigulik. Odil Xotamov meni eng ulug' ustozim. Ustozimizga mana munosib ravishda shuhrat medali berilgan, mehnat shuhrat ordenlari berilgan. Lekin shu odam bir tumanni bir kichik bir tahririyatda 40 yil o'tirib ishlagan. Mana shu suratlarda shunday bir odamni samimiy, hech qanaqangi bo'yoqlarsiz samimiy qiyofasini o'sha studentlikdan, o'sha talabalik davridan tortib to umrining oxirigacha ko'rsatkim keldi. Ekspozitsiya muallifi mamlakatimizda fotografiya sohasida yangi epik janr asoschisi sifatida 20 ga yaqin shaxsiy ko'rgazmalar ijodkoridir. Shunday bo'lsa-da, tavalludining 75 yilligi tantanali ravishda nishonlanayotgan shoir Odil Xotamni o'zining tom ma'nodagi ustozi deb biladi. Mazkur fotoko'rgazma ham ana shu qutlug' yubileyga uning tuhfasidir va uni shu holatda shoir vataniga, ya'ni Navoiy viloyatiga sovg'a qilishga qaror qilgan. Shirin Gulasoy va Sevdiyor Sattorov Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.